Mang'itning sentridan zo'r variantda, zo'r narxga, xudo xolasa sizlarga zo'r uy topib qo'ydik. Mana shunday uylar izlab yurganlarga mana shu videoni yuborib qo'yamiz. Mang'it Makler kanalining podpisatsiyasini bosib, qo'ng'iroqchani bosib qo'yamiz. Manzilini, sanasi, hamma narsasini video davomida aytib o'tib ketamiz. Videoni oxirigacha ko'ring. Mang'itning sentri Hajakbar svetofordan Qilichbay yo'lga tushganimizda mana shu ko'chada ikkinchi uyimiz, ya'ni 5 o'tli uyimiz sotuvga qo'yilyapti. Batafsil ma'lumot video davomida aytib o'tiladi. Uyimizga Qilichbay yo'ldan tushib kelganimizda ikkinchi ko'chada ikkinchi uyimiz, xudo xolasa mana shu uyimiz sotuvga qo'yilyapti. Gaz, suv, svet hamma narsasi bor. Mana shu holatda bu uyimizda pожарный xodlari bor. Nasib bo'lsa shu uyimizni sotuvga qo'yib Bo'rimizga kirganda manaki shu holatda balandini o'zingizga maslab qilib olsangizlar bo'ladi, otopleniylar ko'tarilgan. Ko'rsatib bo'ladi, ko'rib turgan. Mana shu narsalar qoladi deyilyapti uyning egalari. Kotyollar hamma narsasi ishlab turibdi, qishda odam o'tirgan bo'ldi. Mana shu holatda bo'rimiz davon hisobida. Bu yerimiz manaki bir xonasi. Manaki ko'rsatib bo'ladi. Bu yerimiz o'rtamizda yana bir xonasi. Bu yerimizda yana bir xonasi mana shunday ko'rinishda ko'rsangizlar bo'ladi. Mana shu holatda. Xo'p. Mana shu uyimiz xudo xolasa sotuvga qo'yilyapti. Endi bir qator orqalarini ko'rsataman. Endi o'zingiz uchun uyga bir qator kelib tekshirib ko'rib olsangizlar bo'ladi. Hech qanday muammosi yo'q deyapti. Dokument hamma narsasi yozyapti. Mana shu holatda yuzumlari yegilgan, orqa tarafi bog'i qilingan. Bu yerimizda kladovka, tapchalari bor ekan, shipor naves qilingan orqa tarafimiz. Mana shu holatda yuzumlardan уже meva berib turibdi. Sotib olib, xudo xolasa yozga yevursizlar bo'ladi nasib bo'lsa. Mana bu yerimizda manaki vodoprovodlar. Bu yerimizda mana shunday pожарный xodlari bor. Qapta olingan, o'zingiz uchun yatan qilib olsangizlar bo'ladi. Shunday bo'lmasa garaj qilsangizlar bo'ladi. Bu qo'ng'ishingiz mana shunday orqa tortib, aryani chiroyli etib plashatka qilib ekan. Mana shu uyimiz xudo xolasa sotuvga qo'yilyapti. Bu narx-navolar hammasi haqida ma'lumot beramiz. Videoni oxirigacha ko'ramiz. Xo'p, bo'rimizning narxini aytib olmasak, narxini aytishdan oldin bizlarning YouTube kanalimizga obuna bo'lib, qo'ng'iroqchani bosib qo'yamiz. Bizlarga manfaatli bo'ladi. Xo'p, bo'rimizning narxini 320 million so'm aytyapti. Yana ochib kelish tamoyillari bor deyilyapti. Dokument hamma narsasi soz, to'g'ri notariusda sanashingizlar bo'ladi deyapti. Mana shunday uy kimga kerak bo'lsa, tez aloqa qilamiz. Sizlar bilan Mang'it Makler kanali bizni kuzatishda davom eting.